Peace everyone. Avvalambor men shu to'yda ishtirok etayotganimdan xursandman. Mirjamol do'stim, senimiz bilan baxtli bo'lishsin. Sog'lik salomatlik tilayman. Hamisha sog' bo'lishsin. Nima deydi? Turmushlari farovon bo'lsin, charog'on bo'lsin. Eng ezgu tilaklar sizga. Baxtliyiz. Aziz Rajabov kelin bilan kuyovni tabrikladilar. Albatta hozir kelin bilan kuyovni tabriklash navbati. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, tuzimsiz, charchamasdan. OTVga yaxshimisiz, yaxshi yuribsizmi? O, shod guruh, assalomu alaykum. Sizlarni shayinglar ko'rinmayapti? Albatta. Shundamili. Mayli, ungacha men O bilan D dan tabrik so'zini olib turaman. Mana birinchi bo'lib tabrikni D'ga beramiz. Biz shu fursatdan foydalanib avvalambor 2 yoshga Mirjalol ukamizga baxt saodat tilab qolamiz. Baxtli bo'l ukam. Mana gapir. Endi O janoblar. Mana avvalambor hamma mehmonlarga xush kelibsizlar deyman. Mana bugun ukamiz xalqimizni sevgan san'atkori Mirjamol ukamiz to'y ekan. Baxtli bo'lsin. Baxtli bo'lgan. Sihat salomat bo'linglar, uyingizlar sog' bo'lsin. Keyingi yillarga Xudo xolisa 5 to'ylarda bizani esingizdan chiqarib qo'ymagin.